Nafis dizayn bilan qilingan, chiroyli narxga ega bo'lgan kvartiramizga chiqyapti. O'rtoqlar, biz hozir Olmazor tumaniga kelganmiz. Sabon Residence ikkinchi qavatda joylashgan 72 kvadrat bo'lgan kvartirani hozir sizlarga to'liq obzorini qilib ko'rsatamiz. Demak, bu yoq kirish eshigimiz, eshikdan kirganingizda hojatxona va prachniy joylashyapti. Juda ham akkuratni qilib ishlab qo'yishibdi, gapsiz bo'lishi mumkin emas. Bu yoqdan chiqqaningizda Yevropa dizaynlari asosida qilingan yuvinish xonasi. Kattalar uchun yotoqxona o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Va albatta bu yoqda o'zini sanuzellari. Yotoqxonadan chiqqaningizda sizlarni mana shunaqangi zalimizga kutib oladi. Bu yoqda bemalol o'tirishinglar, ovqatlanishinglar, televizor tomosha qilib, balkondan chiqishinglar ham mumkin. Ana endi oshxonani ko'rib chiqamiz. Har bitta ayolni orzusidagi oshxona nafis dizayn bilan qilingan, hamma mebel texnikalariga ega bo'lgan kvartiramiz o'rtoqlar. Uyimizda burchak tartibida joylashganligi uchun yana bitta balkonimiz bor. O'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Videoni shu joyda yakunlaymiz. O'rtoqlar, yana bir marta eslatib o'taman, Olmazor tumani Sabon Rezidensiyaga kelganmiz. 72 kvadrat bo'lgan ikkinchi qavatda joylashgan kvartirani sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Mana shu ko'rayotgan kvartiralarga $89,000 so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, kelishiladigan joylari bo'ladi. Albatta, telefon raqamini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan ko'rdik bo'ldi. Bizdan uzoqlashmanglar.